Nima uchun ixtiloflashimiz? Abduri Abdulkarim Bekkar, tarjima qilguvchi Aisha Abdurahman. Allah Taala'nın qudratiga boshlaydigan eng cho'ng dalillarning biri bo'lgan koinot va koinotdagi mahluqotlarga nazar solganimizda, ularning vujudiga singib ketgan shaxsiyatchilik bilan birga mustaqillikka bo'lgan kuchlik intilishni ko'ramiz. Balkim bu ularning mustaqillikka bo'lgan intilishi va o'z mavjudligini saqlab qolish uchun qilayotgan kurashi bo'lsa kerak. Kainatdagi mahluqotlarning ichida shaxsiyatchilik va mustaqillik intilishi kuchli xarakterlar bo'lganidek, kollektiv holda yashayotgan va bir-birining o'rtaq ehtiyojlarini qondirish uchun o'rtaq kuch chiqarib hamdamda bo'layotgan jamoatlarmi bor albatta. Ana shu jamoatlarning ko'z oldimizdagi tipik misollaridan biri bo'lsa, o'rtaq ehtiyojlarni qondirish bilan birga jamoatchilikka kelayotgan falokatlarga o'rtaq tadbir elib, jamoatning farovonligini saqlagan holda hayotdan kutayotgan arzu nishonlariga yetish uchun o'zliksiz tirishayotgan insonlar jamoasidir. Mahluqotlarni tafakkur qilganimizda, koinotdagi har bir mavjudotning o'z mavjudligini saqlab qolish va ehtiyojlarini qondirish uchun o'zaro yordamda bo'lish va kollektivlashishga izchil holda turtki bo'layotgan kuchning Alloh taolaning mahluqotlarida yaratgan hayot qonuniyat ekanligini ko'rib olamiz. Garchi insonlar bu ilohiy qonuniyat orqali har qaysi jihatlarda munosabat o'rnatib, ittifoqlashish va kollektivlashishga qarab yuzlanayotgan bo'lsa-mu, yanada ba'zi ixtiloflardan mustasno emas albatta. Chunki mustaqillik va olg'a ilgarilash ko'rishi jarayonida shaxsiyatchilikdan qochib qutulg'ili bo'lmaganidek, ba'zi bir ixtiloflardan saqlang'ili bo'lmaydiganligi hammamizga ma'lum emasmi? Ko'z oldimizdagi qochib qutulg'ili bo'lmaydigan ochiq realliklardan yana biri bo'lsa, o'rinsiz qilinayotgan shaxsiyatchiliklarning o'rnini asla to'ldirg'ili bo'lmaydigan ixtilof va ziddiyatlarga sabab bo'lishidir. Hayotimizning har qaysi qatlamlariga cho'nqur singib ketgan bu shaxsiyatchilikdan butunlay qutulish mumkin bo'lmasa-mu, qo'l tutishib shaxsiyatchilik tufayli beshimizga kelayotgan ixtilof balolardan qutulishning chorasi haqida o'rtaq izlanaylik. Shundaqla aramizda yuz berayotgan ixtiloflarning bizni halokat girdobiga elib berishdan saqlanish uchun tadbir qo'llanishimiz lozim. Men tövanda aramizdagi ixtiloflarga sabab bo'layotgan ba'zi masalalar haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchi, bütün insonlar bo'libmi musulmonlarning e'tiqodida ittifoqlik intayin muhim o'rinda turadigan hayotimizning ko'ngillik kunlarimizning xotirjam o'tishidagi eng muhim omillardan biri bo'lganidek, kishilarni bir-biridan ayirib o'tadigan ziddiyat va uqishmasliklarning tug'ilishiga sababchi bo'ladigan ixtilof to'liq qo'rqinchli ishlardan hisoblandi. Halokat yo'lining boshlanish nuqtasi bo'lib qilayotgan ixtilof aslida biz yashayotgan imtihon dunyosidagi sinoqlardan biri edi. Chunki ixtilofmi boshqa hikmat va mo'jizalarga o'xshash Alloh taolaning qudratiga dalolat qiladigan dalillarning biridir. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: Allohning osmonlarni, zaminni yaratganligi, tillaringlar va ranglaringlarning xilma-xil bo'lishi Allohning kamol qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Buningda bilimli kishilar uchun haqiqatan nurg'un dalillar bor. Sura Rum 22-oyat. Amaliyotda imtihon dunyosining sinoqlaridan biri bo'lgan ixtilof, ya'ni fikr o'xshamaslik haqida yaxshi o'ylanib, haqiqiy ma'nosi bilan tushunib, o'z o'rnida ishlatganimizda, o'xshamagan fikrlar orqali nurg'un foydalarga erishish bilan birga, yangicha tushunchalar orqali ba'zi qiyin masalalarni hal qilishning yaxshi bir chorasi ekanligini ko'rib olamiz. Demak, biz oddiy yoki bizga nisbatan hech qanday foydasi yo'q deb o'ylagan ba'zi ishlarning keyniga intayin ko'p ma'nolar bilan birga Alloh taolaning hikmatli o'rinlashtirishlari yushiringan bo'ladi. Alloh taolaning Qur'oni Karimdagi bu so'zi mush hikmatlarning qatoridan hisoblandi. Alloh taolo Nahl surasining 69-oyatida mundaq deydi: Uning ya'ni hasal harisining qornidan insonlarga shifo bo'ladigan xilma-xil rangli ichimlik, ya'ni hasal chiqadi. Buningda Allohning qudratining buyukligini fikr qiladigan qavm uchun ibrat bor. Alloh taolo yana bir oyatda mundaq deydi: Ko'rmamsanki, Alloh bulutdan yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan turli rangarang mevalarni chiqardi. Shuningdek tog'larni yaratdi. Tog'larning ichida oq qizillari, har xil rangli yo'lliqlari va qop-qoralari bor. Shuningdek insonlarni, hayvonlarni, chahar baylarni xilma-xil rangli qilib yaratdi. Sura Fatir 27-28-oyatlar. Demak, ixtilof inson hayotiga singib ketgan va uningdan ayrilish mumkin bo'lmaydigan qonuniyatdir. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda yana mundaq deydi: Agar Parvardigoring xolis edi, bütün odamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinda qiladi. Ular din to'g'risida davomli ixtilof qilishquchilardir. Faqat Parvardigoringning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno. Alloh taolo ularni shuning uchun, ya'ni ixtilof uchun yaratdi.
Sura Hud 118-119 oyatlar. Fikir o'xshamaslığı və ixtilaflar gerçi halokat girdabıga elib baradigan yo'lning boshlanish nuqtasi bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa-mu, uni chekdan oshirib o'tmagan asosda to'g'ri uslub bilan ishlatadigan bo'lsak, moddiy va ma'naviy jihatlarda olg'a ilgirlashda nihoyat yaxshi manba bo'la oladi. Ikkinchi, yuz berayotgan ixtiloflarning yana bir sababi insonlarning har xil rayonlarda o'xshamagan tillarni ishlatayotganligi va til doirasining chekliligi bilan birga qo'llanayotgan atalg'ularning kamchiligi va kishilar orasidagi tafakkur farqlaridir. Chunki insonlar yashayotgan rayon madaniyat va til o'xshamasligiga sabab bo'lganidek, kalimalarning birdan ko'p ma'no ifodalashi va shaxslardagi tafakkur kuchining farqli bo'lishimi o'zaro tushunishmasliklarga yo'l ochib beryotidi. Masalan, biz bir kishini so'zi intayin ta'sirli kishi deb sifatlaganimizda, bu sifat kishilarning tafakkur kuchining farqi tufayli xilma-xil shaklda ifodalanadi. Ba'zi kishilar u kishining so'zining ijobiy ta'siri kuchli deb tushunsa, yana ba'zilar dal aksicha salbiy ta'siri kuchli deb tushunadi. Demak, ixtilofga sabab bo'layotgani faqat til va madaniyat o'xshamasliklari bo'lmasdan, tafakkur jihatdagi o'xshamasliklarmi nihoyat og'ir darajada ta'sir ko'rsatadi. Biz kundalik turmushimizda uchrayotgan masalalarning faqat tashqi ko'rinishiga yoki ma'lum bir tarafiga markazlashib oladigan bo'lg'achqa, nurg'unlagan narsalarning sifat ishoratlari va haqiqiy ma'nosini tushunishga ojizlik qilyapmiz. Chunki bizning tafakkur kuchimiz har qancha yuqori bo'lsa-mu, yanada ma'lum atalg'ulardagi inchki farqlarni ayirishda ojiz kelamiz. Masalan, boturlik bilan o'zini xatarga tashlash o'rtasida intayin inchki farq bor. Biz shu farqni haqiqiy bilib chegarasini yaxshi ayıra olmaganligimiz uchun ma'lum bir qismimiz boturlikni jasurlik deb tushunsa, yana bir qismimiz uni qarg'ulachi xatarga o'zini etish deb tushunadi. 3. Madaniyat, til va tafakkur o'xshamasligining ixtilofga sabab bo'layotganidek, reallik va reallikda yuz berayotgan hodisalarga qilayotgan muomalalarimiz-mu ixtilofga sabab bo'ladi. Chunki ko'pincha kishilar duch kelayotgan masalalarning haqiqiy mohiyatini bilib yetolmay, masalaning o'zi ko'rgan yoki biladigan tarafiga markazlashib, bilgan bilan bilmagan, ko'rgan bilan ko'rmagan tarafini ayirmasdan o'rtaq hukm chiqaradi. Bu orqali intayin ko'p ixtiloflarning tug'ilishiga sabab bo'ladi. Kundalik turmushimizda duch kelayotgan masalalardan misol qilib aytsak, jamiyatdagi har qaysi ijtimoiy organlarda o'xshamagan boshqarish sistemi bo'ladi. Jumladan maktablardami boshqarish sistemasi bilan birga o'quvchilarning saviyasini belgilashda qo'llanilgan usullari bo'ladi. Bu usul aşı maktabning prinsiplariga uyg'un qo'yilganligi uchun balkim o'xshash bir saviyadagi boshqa maktablarning qo'llangan usullari va atalg'ulardan farqli bo'lishi mumkin. Bu sababli ba'zi o'xshamasliklar maydonga keladi. Yuqorida biz oddiy o'ylab sal qarab kelayotgan, ammo oqibati intayin og'ir bo'layotgan ba'zi ixtiloflarga boshlaydigan masalalar haqida ozroq to'xtaldik. Ixtiloflar orasida bizni halokatga boshlab boradiganlari bo'lganidek, kutilmagan manfaatlarga sabab bo'ladiganlari mavjud. Shunga olimlar ixtilof, ya'ni fikr o'xshamasligi musulmonlar orasida bo'lishga yo'l ochmaydigan darajada bo'lsa, qabul qilinadiganligi haqida o'xshash fikrda. Shundaqla hayotimizning bu qonuniyatidan yaxshi foydalanishimizni tavsiya qilgan. Gerçi ixtilofning buningdan ko'p sabablari bo'lsa-mu, men bu qisqagina maqolamda ana shu sabablardan faqat bir nechini so'zlab o'tdim. Oxirida butun tingsharmanlarga kundalik turmushimizda qilayotgan ishlarimiz va qo'llanayotgan atalg'ularimizga diqqat qilish orqali o'xshamagan ixtilof yo'llariga kirib qolmaslikni tavsiya qilish bilan birga, ixtilof masalalarida tuvandagi nuqtalarga alohida diqqat qilishni eskartib o'tmoqchiman. Birinchi, biz musulmonlarning e'tiqodiy fikriy masalalarda tayinlangan ilohiy dasturi Qur'oni Karimdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda har qanday masalaga bir chiqish yo'li ko'rsatgan va bu yo'llarni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 23 yillik hayoti bilan bayon qilib bergan. Shunga biz musulmonlar qilayotgan ish-harakatlarimiz va aqliy tafakkurlarimizni Qur'oni Karim o'ttirib qo'ygan qoida prinsiplarning sirtiga chiqib ketmagan holda elib berishimiz intayin zarur. Ikkinchi, yuqorida so'zlab o'tganimizdek, insonlar ixtilofdan hech qachon mustasno bo'la olmaydigan bo'lg'achqa, dinda bo'linishga yo'l ochmaydigan, o'xshamagan fikrlarni o'ttirib qo'yish ruxsat qilingan. Shundaqla Yahudi nasoralarga o'xshash dinda bo'lgunchilik qilishdan saqlanish kerakligi qattiq ta'kidlangan. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: Ro'shan dalillar kelgandan keyin ayrilib ketishgan va ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni Yahudi nasoralardek bo'lmanglar. Ana shular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Sura Al-Imron 105-oyat. Demak, fikr o'xshamasligi dindagi bo'linishga elib bormagan va diniy prinsiplarga rioya qilingan
ahvol asosida elib berilganda, kishilarning tafakkur ufuqini echish bilan birga moddiy va ma'naviy jihatlarda olg'a ilgirlashga intayin yaxshi turtki bo'la oladi. Shunga biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan har qanday masala haqida o'xshamagan fikrlarni o'tirib qo'yganimizda, dindagi bo'linishga yo'l ochib qo'yadigan fikrlardan saqlanishga qattiq ahamiyat berishimiz lozim.